Bu Joha. U o'zining shaxsiy kafesiga qarab ketmoqda. U yerda esa o'zining ishlarini davom ettiradi. Unga bugun qanday hujumlar bo'ladi yoki boshqa narsalar, u buni bilmaydi. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib oxirigacha ko'rsangiz, siz ham barchasiga amin bo'lishingiz mumkin. Xo'sh, bugungi ishlarni rejalashtirib oldim, ammo bu ishlarni bajarishga vaqtim yetsa bo'ldi. Chunki ba'zi ishlarga prosta tak 5-6 soat vaqt ketar ekan. Ammo menda bir kun prosta tak 18 24 soat bo'lsa 16 yo'q 14 soatida ishlar ekanman. Qolgan vaqtlar polni uxlashda, 8 soat uxlashda bilaman, 16 soat ishga va hamda ovqatlanishga, boshqa narsalarga ketar ekan. Men hamma narsaga ulguraman deb o'ylardim, ammo hech narsaga ulguradiganga o'xshamayapman. Hayronman. Mayli, nima ham derdim. Mana bu telefonimni olib ketishim kerak. Menga telefonim kerak bugun. Hamda hamyonim atiga $5 pulim bormi? Namuncha kam. Mana bu katta ko'ryapsizlarmi, yirtilishiga ozgina qolgan hamyonni. Tak, 1-2 so'm pul olib ketish kerak, chunki ish davomida menga pullar juda ham zarur bo'ladi. Ishlatishim kerak bo'ladi 500. Tak, yana qancha? Okay, $50. 45 olayin, chunki $5 meni shaxsiy hamyonimda bor. $550 menimcha yetsa kerak. Nima qilaman, ortiqcha pullarni olib yurib $550 yetadi. Ovqatlanishimga yoki boshqa narsalarga yetadigan darajada pul olib yursam, menimcha yetsa kerak. Xullas, hozir sizlarga bitta narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni hozir bu yerda yashayotganim, o'zi aslida kimman, qayerdan kelib qolganman, buni sizlar bilishinglar kerak. Meni shaxsiy kafem bor va meni Joha Boyvachcha deyshadi. Men tanigan bo'lsanglar, albatta, demak oldingi qismlarni ko'rgansizlar. Estroni odamlari menga hujum qildi, Estroni o'ldirdim, hamda o'zim ham tomning ustidan tushib ketdim, ammo meni qutqarib qolishdi. Ya'ni kasalxonaga tezda yetkazishdi. U yerda esa doktorlar sababli tuzaldim desak ham bo'ladi. Va mendan boyliklarimni tortib olgan bobomni ham eslasanglar kerak. O'sha bobomni bugun o'lganiga 1,5 oy bo'ldi tashmasam. Bilmadim. Qanaqa 1,5 oy? 1,5 yil demoqchi edim. O'zi men kasalxonadan chiqqanimga 1 oydan sal ko'proq bo'ldi. Kasalxonada naqd 5 oy yotdim. Bobom o'lganiga 2 oy o'tib Estro chiqqandi. Estro bilan urushdim. Estroni o'ldirganimdan so'ng tomdan tushib ketdim va 1,5 oy kasalxonada yotdim. Endi esa davolanib juda ham yaxshi holatga kelganman. Bilmadim to'g'risini desam, endi nimalar bo'ladi? Eshik taqilyaptimi? Kiring, kim u? Eshik ochiq, kiring bemalol. Bolam, короче, seni yoningga kechirim so'ragani keldim. Yo'q, yaramas, sen chiqib ket. Meni hayotimga yaqinlashma degandim senga. Bolam, iltimos meni kechir, men adashgandim o'shanda. Yo'q, men seni o'ldirgandim. Qanday meni yonimda paydo bo'libsan? O'lganding-ku. Короче, meni shifokorlar tiriltirib qolishdi, ya'ni sog'aytirishdi. Iltimos kechir. Men uyingda yashab turay, iltimos. Men senga hech qanaqa yomonlik tilamayman. Mayli, nima ham derdim. Xonangga kirib yashaysan faqat. Tushundingmi? Bolam, tushundim. Bu xonam meniki-ya. Sizniki, mayli, sen siramayman, chunki yoshingiz mendan kattaroq. Bolam, senga rahmat. Meni kechir, men o'shanda noto'g'ri qilganimni tushunib yetdim, to'g'risini aytsam. Bilaman. Yana agar muammo chiqadigan bo'lsa, bu gal rostdan o'lasiz. Muammo qilmayman bolam. Bo'pti. Muammo qilmay yashang. Bolalar, короче, jigarlar, akalar, tog'alar deymi, kim deysizlarni? Axir men o'ldirgandim, lekin shifokorlar sog'aytirishdi deydi. O'z shifokorlar qanday sog'aytirish mumkin o'lgan odamni? Men o'z qo'llarim bilan qurolda otib o'ldirgandim. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Tushunmay qoldim, mayli. Ishxonamga boray yaxshisi. Eshikni ham ochib kirgan yaramas boboy. Farosatni sal ishlatmagan, ishlatish kerak edi. Mayli. Короче, bilasizlar, meni juda ham ajoyib mashinalarim bor edi, BMW bor edi yoki undan ham zo'r mashinalar. Ularni sotdim. Menga biroz pul kerak bo'lib qoldi. Ya'ni uyimni portlatib yuborishgandi. O'sha Estroni odamlarni tutib olish uchun
Hamda men o'sha uyimni qayta tiklash uchun mashinalarni sotishga majbur bo'ldim va bitta Jiguli oldim. Lekin faqat Jiguli emas, boshqa mashinalarim ham bor. U mashinalarni hozir uyimga borganimdan so'ng sizlarga ko'rsatib o'taman. Ammo mana bu Jiguli juda ham sekin yuradi, ko'ryapsizlarmi? Shu piyoda kelganimga, kafemga bundan-da tezroq yetib kelgan bo'lardim. Tak mashinani shu yerga qoldirib, men kafemga bitta kirib chiqay, odam bo'lmasa kerakmamcha. Ishchi bor edi, ikkita bola, bilasizlar, bittasi o'lgandi. Afsuski, joyi jannatdan bo'lsin. Tak bittasi esa hozircha dam olishda va ishlashga biroz mazam yo'q dedi. O'shaning uchun ishga bugun chaqirmadim. Tak bu yerda hamma narsa joyida. Tak, mana bu narsani olib qo'yishim kerak, ya'ni qurol kerak bo'ladi menga. Tak bitta yetadi. Qolgan tursin. Qurol nima kerak desanglar, endi har qanday vaziyat bo'lib qoladi, kerak bo'ladi baribir. O'shaning uchun qurol olib yurmoqchiman. Kafeyim o'z holatida turibdi, hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Hozircha tak, mana bu molni egasi ko'chaga haydab qo'yibdi. Ko'chada olib qo'ysa bo'lmasmikin? Mana shu urib chekkaga qilib qo'ymasam, voy. Oho, ko'payib ketdi. Nima farqi yo'q, dachka urib qo'yibdi mashinamni. Mayli, farqi yo'q. Hozir meni o'tirganimdan keyin o'chadi albatta. Hozir urib ketaman mana shu molni, keyin baloga men qolib ketaman, lekin egasi hech nima bo'lmaganda yuradi, qo'yib berib qo'yadi ko'chaga. Farosat yetishmaydi to'g'risini aytsam bizning xalqimizga. Agar farosat yetishganda edi, molini bunaqa qilib ko'chada qoldirmasdi. Bu yaxshi ish emas, chunki mol bu mol. Ko'chada yuradigan bo'lsa, ko'chani yomon ahvolga keltirib qo'yadi va bu yaxshi ish bo'lmaydi. Tak, hozir sizlarga uyimni ko'rsatmoqchi edim. Ya'ni portlab ketgan uyim o'z holatiga qaytgan. Xuddi o'zidek qilib remont qildirganman. Nima o'zgarish bo'lgan desanglar, hozir yetib borganimdan keyin ko'rsataman. Lekin menimcha o'zgarish bo'lmagan, chunki eski holatida. Voy, nima bo'ldi? Tushunmay qoldim to'g'risini aytsam. Mayli, mashinada qanaqadir. Voy, bu ko'chada emas-ku, uyim adashib ketdim. Endi nima qilaman? Albatta bu yerdan amallab burib olish kerak mashinani. Voy, mayli, nicho. O'tib ketdi panjaraning ustidan. Tagi tegdi, tagi rasvo bo'lib ketgan bo'lsa ham kerak. Bilmadim, mayli. Mashinam muhimi, sog'-omon yetkazyapti meni. Tak, mana bu yerda bitta ishxonam bor. Bilasizlar bu qanaqa ishxonaligini. Ya'ni bu yerda bizda arendaga mashinalar berishadi. Hozir hech qanaqa mashina qolmaganmi? Mashinalar bor edi-yu. Demak sotib yuborishgan mashinalarni ham. Ishchilarimga buyurgandim, pul kerak degandim. Qayerdan bo'lsa ham topib kellaring degandim. Demak, ishxonadagi mashinalarni sotishgan. O'sha uyimga yetib borganimcha kech tushdi, ko'ryapsizlarmi? U yoqda tez yuradigan mashinalar bor. O'shalardan birortasini haydab ketaman. Mana bu Jiguli, rasvo, musur bu bilan borguncha mana bir kunim o'tib ketdi. Oho, shunchalik ham sekin yuradimi? Tushib itaraymikan, ha? Yomon sekin yuryapti. Nima mashina, nima model bilmayman. Lada bo'lsa kerak. Jigullar hammasi Ladadan ishlab chiqarilyapti. Bunchalik sekin yurmasin-da endi. Voy, tabba. Вообще, buni uy ichiga ham kiritmaymikan? Kiritaymikan? Gazlab ham bo'lmayapti. Bu yerni kim buzdi? Bu yerni kim buzdi? Voy, rasvo qilibdi kim bo'lsa ham. Mashinalarim qani? Aytgancha mashinalarimni. Oy, tormoz ishlamaydi mashina. Bu nima bo'lgan mashinaga? Buni qaranglar. What the fuck? Tormoz ishlaydi, na gaz. Bu uyimni qayta remont qildirmasam, вообще rasvo holatga kelib qopti. Mana uni berib qo'yib qo'yayda. Bu yerniki emasmidi? Mana bu yoqdagi edi-ku, nima berib qo'ydim? Mayli, hozir men ustalarni chaqiraman, telefon qilib. Tak. Allo, yaxshimisan uka? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshimiz aka? Yaxshi, o'zing ham yaxshimisan? Va alaykum assalom. Nima gap aka? Bitta muammo bor, bitta emas anchagina. Qanaqa muammo bor aka? Eshigimning yonini kimdir buzib ketibdi. Ya'ni bloklar tisilib ketibdi. O'g'irlar tushganda, o'g'irlarni quvdik, o'shanaqa bo'lib qoldi. Tushunali. Va meni mashinalarim hovlimda ko'rinmayapti. Nima bo'lgan? To'g'risini aytsam, mashinalarni sotuvdik va sizga yangi mashina olganman, o'shani aytaman. Olib kelasanmi? Hozir olib boraman. Bo'pti. Mayli, olib kel unda. Basseyn kalla tashlaymikan? Ancha vaqt bo'ldi, to'g'risini aytsam, cho'milmaganimga. Chunki ish bilan yuribman. Mana bu mashinani bir amallab orqaga olish kerak, lekin qanday bilmadim. Ko'tara olsa edim, ko'tarib olardim.
o'zini olmayapti. Buni короче shoshmanglar, ukamga telefon qilay. Alo uka, kelishingga bitta kirka ham olib kel. Aka, xo'p. Aha, mayli. Kirka olib keladi. Va bu yerni hal qilamiz. Ya'ni mana mashinani hal qilamiz. Hal qilmasak bo'lmaydi. Rasvos chiqibdi. Mana bu elektron zapravka, ya'ni elektr avtomobillar uchun va tugab qopti bu. Bilmadim, balki elektr energiyasi uyimda tugagani uchun tugab qolgandir yoki boshqa narsa. Elektr energiya bilmadim nima deyapti, ammo mana bular to'la turibdi. Ya'ni benzin bilan yuradigan mashina ham bo'lsa, benzin bilan yurishi mumkin. Ukam bilmadim nimagadir hali ham kelgani yo'q. Biroz o'tirib tursa, mana kelib qolsa kerak. Mana bu yerdan shahar juda ham chiroyli ko'rinadi va ko'l ko'rinadi muhimi, lekin quyosh botdi. Kech bo'lib ketdi. Qachon keladi endi ukam? Hayronman.